Qizli paytimda yangi kartoshkalar pishishini onajonim aynan shu taomni tayyorlab berishlari uchungina kutardim. Va haftada albatta 2-3 marta timiy shu ovqatni tayyorlab berdik. Yengil hazm bo'ladigan va juda ham mazali chiqadi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Birinchi bo'lib qaynab turgan tuzli suvimizda yangi kartoshkalarimizni 5-10 daqiqa qaynatib olamiz. Va ketidan katta bo'lmagan bo'lakligi bo'lib olingan gulkaramlarni ham qaynatib olamiz. Gulkaramlar qaynab pishmaguncha boshqa qozonda saryog'ni solib, eritib olib, unga piyozni solib, qizarguncha qovurib olamiz. Bu orada gulkaramlarimiz ham pishib chiqadi. Ularni tuz bilan atalangan tuxumga botirib, tovada har tarafini chiroyli qilib qizartirib qovurib olamiz va boshqa idishga olib qo'yamiz. Qizarib tillarang bo'lib olgan piyozimiz ustidan kartoshkalarimizni solib, uni ham bir qovurib olamiz. Men piyozini sal to'qroq rangda qilaman, chunki ranglari o'shanda juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Qovurilgan kartoshka ustidan gulkaramlarimizni va 3-4 ta chesnok mayda qilib to'ralgan va bitta ukropni mayda qilib to'rab ustidan sovuramiz va hammasini bitta qilib aralashtirib, ustidan bir piyola suv quyib, tasolovda yarim soat dimlab qo'yamiz. Qarabsizki, juda ham mazali taomimiz tayyor. Videoni saqlab qo'yib, albatta tayyorlab ko'ring. Bu juda ham mazali.